Andijonda vagon ustiga chiqqan erkakni elektr toki urdi. Tasha! Voy, tasha pastga! Mana yo'g'onsan qarib. Voy, tasha pastga! Bundan bir necha soat oldin ijtimoiy tarmoqlarda poyezd yo'ldagi vagon ustida tok urgan erkak videosi aks etgan holat keng tarqaldi. Dastlabki berilgan ma'lumotlarda aytilishicha, holat joriy yilning 10-iyun sanasida Andijon viloyatining Izboskan tumanida yuz bergan. Fuqaro nima uchun vagon ustiga chiqqan, u hozir qayerda va salomatligi qanday? Shunga o'xshash savollarga javob topish maqsadida rasmiylar bilan bog'landik. Izboskan tumani Paytux stansiyasida ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatda turuvchi yoshi 48 da bo'lgan fuqaroni elektr toki, ya'ni 27,5 ming kuchlanishdagi elektr toki urib yuborganligi aniqlandi. Ushbu fuqaro vagon sisternalari ustiga chiqqan, shunda ushbu tok urib yuborgan. Darhol tez tibbiy yordam bo'limiga joylashtirildi. Hozirda ushbu fuqaroni shifokorlar nazorat qilishyapti. Xoh temir yo'l, xoh avtovokzal bo'lsin, qachon qayerda bo'lsa ham texnika xavfsizligiga qat'iy amal qiling, toki sizning ham harakatlaringiz falokat bilan yakunlanmasin.